O'shanda hozir boshlang'ich to'lovlarsiz trekker bilan 12 olib chiqib ketsa bo'ladi, do'stmi aka? Nimaga bu 12 ustida banti turibdi aka? Aynan ushbu ko'rib turgan mashinangiz yil oxiriga yutuqqa qo'yilgan. Sharti juda oson. Bizdan naqdga yoki nasiya savdoga mashina sotib olinadi. Yil oxirida yutib olinadi. Bizani mana shu profilimizga podpiska bosib, videoni tagida 12 yoki trekker so'zini ko'p yozgan odamga, misol uchun 10 mingta bo'lsa, 3tasini tanlab olamiz, $100 dan beramiz. 20 mingta bo'ladigan bo'lsa, yana 3tasini tanlab olib, $200 dan beramiz. 50 mingta bo'ladigan bo'lsa, bitta 17 Pro Max hadya qilamiz. 70 mingta bo'lsa, yana bitta 17 Pro Max hadya qilamiz. 100 mingta bo'lsa, 3 ta 17 Pro Max hadya qilamiz ham shunda. Shunaqa bo'ladi. Bundan tashqari birinchi o'rnimizga Onyx avtomobili, ikkinchi o'rnimizga Sharm-Shayxga sayohat 2 kishilik, uchinchi o'ringa bitovoy texnikalarimiz taqdim etiladi. Ushbu yutuqlarimiz mijozlarimiz orasida o'ynaladi. Naqdga olsam qanaqa chegirma bor? Nasiya savdoga olsam qanaqa chegirma bor? Bu mashinamizni naqdga olinsa, propan yoki metan gaz ustanovka qilib beriladi. Bu mashinamizni agarki bo'lib to'lashga olinadigan bo'lsa, to'lik hamda benzin quyib beramiz. Naqdga qancha paytda qilib berasiz? Nasiya savdoga qancha soatda chiqib ketadi? Biz avtosalonimizdan hozirgi kunda naqd pulga olinadigan bo'lsa, yarim soatga qolmasdan rasmiylashtirib beramiz. Nasiya savdoga bo'ladigan bo'lsa, bankimiz hammasi shu yerda 2 soat ichida olib chiqib ketadi. Boshida gapingizga keladigan bo'lsak, Rashon aka, xaridorlarimiz 25% oldindan to'lov qilib, nasiya savdoga olib chiqib ketsa bo'laveradi mashinalarimizni. Aynan shu ko'rib turgan $100 pul sizniki bo'lishi mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Kommentariyada eng ko'p bir raqamni qoldirasizlar. Shu videoga like bosib tarqatib qo'ysanglar bo'ldi. Rahmat.